Man bitta protsedura o'tkazaman, 10 yilga yetadi, 100% garantiya deydiganlardan qoching. Man Dastam Ulug'ul Mirzullayevna, oliy toifali 28 yil tajribaga ega ginekologman. Video davomida ochun tibbiyotda garantiya berib bo'lmaydi. Shu haqida gaplashamiz. Har bir organizm individual. Bu degani har bir organizmda oqsillar, vitaminlar, gormonlar miqdori har xil bo'ladi. Asab sistemasi, даже yashagan muhitlar, sharoiti hammasi har xil bo'ladi. Shuning uchun garantiya hammaga bir xil garantiya berib bo'lmaydi. Masalan, bizning klinikamizga lazer protsedura o'tkazganimizda ayollarimiz kelib, bitta protsedurada zo'r bo'lib ketamanmi deb so'rashadi. No, afsuski, unaqa emas. Chunki yillab rivojlanib kelgan problemani bitta protsedura bilan yechib bo'lmaydi. Shuning uchun oliy toifali, tajribali ginekologga uchrashish kerak. Samarqandlik ayollarimiz talabiga binoan komandamiz bilan Samarqand shahriga 28-29-30 noyabr kunlari borib muolajalarni o'tkazamiz. Konsultatsiyaga va muolaja olish uchun, yozilish uchun va narxlarni bilish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Bir xil ayollarimiz bizlarga kelganda bitta lazerda zo'r bo'lib ketamanmi deb so'rashadi. No, afsuski, unaqa emas, chunki o'zingiz tomonidan ham qanaqadir harakatlar bo'lmasa, natija xohlagandek bo'lmaydi. O'shaning uchun kompleks protseduralar o'tkaziladi. Bizning klinikamizda har bitta kelgan ayolga individual yondashuv, tavsiyalar, maslahatlar beriladi, intim gimnastika bajarishingiz kerak bo'ladi. Hamma batafsil informatsiya Telegram kanalimizda. O'shaning uchun Telegram kanalimizga ham o'tib olinglar, qizlar. Fikr va savollaringizni kommentariyaga yozib boringlar va bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Protseduralar olgandan keyin vrach tavsiyalariga amal qilishingiz kerak. O'zingiz tomonidan ham qanaqadir intilish va xohish bo'lishi kerak. Shunda natija zo'r bo'lib ketadi.